Ajoyib, ajoyib. Вообще daraxt ustiga chiqib aylanib yurish juda marroqli ekan. Nimaga shuncha paytgacha daraxt ustida aylanib yurmagan? Voy! Men qaranglar, o'zi ozginagina joyi tushib ketdim. Mayli, bo'lsa mana bunday qilib tezda chiqib olish imkoniyati bor. Barchaga salom do'stlar. Meni ismim Shahis va meni yangi video roligimga xush kelibsizlar. Bolalar, obunachilar yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? What the hey bolalar, yaxshimisizlar? Bolalar, mendan so'rasanglar bolalar, menda hammasi chik baba, просто bolalar. O'qishlar deganlarda shu o'qishlarimni qabulib o'qishlarim qabulib mana sizlarga video olishga hozir o'tirdim bolalar. Bilmadim 1 soat vaqtim bormi yo'qmi, yana o'qishga ketishimiz kerak emas, yana o'qishimiz kerak bolalar. Sababi bolalar bilasizlar, o'zi mana maktabni bitirib qo'yganman bolalar, yana ozmuncha vaqt qoldi. Shu sababdan bolalar tezroq maksimalniy harakat qilmasam bo'lmaydi. Lekin bolalar sizlar uchun shu xizmatda biza bolalar. Lekin bir tabiat ko'ngilda ham maza qilib aylanib yurish menimcha ziyon qilmaydi. Ana nima edi? Mana bitta yalmog'iz do'stim telefon qilgandi. Kelmasanga birinchi o'rinlarda ochat olib qo'yganman, ana do'kon ochganman degan va o'sha do'konim mana. Ana ochib turibdi. Bilmadim. Qanaqa do'kon bilmadim-ku. Hozir menga juda qiziq. Hozir shuni opangga yaxshi oppa. Okey, hop mana bu yerlardan o'taman. Okey. Yaxshi, ochib juda ham ko'p ish qilib meni birinchi kirg'izishda bo'ldim. Qishloqlar bilasizlar juda ham jahl qilishadi, juda ham noshukur qishloqlar. Okey. Bolalar, sizlarga katta rahmat. 3000 tadan ziyod obunachi qilib beribsizlar. Bolalar, keyingi maqsad 4000 ta, agarda 4000 ta bo'lgan bo'lsa 5000 ta bolalar. Adshi sizlarni hurmat qilaman. Oy. Let's go bro. Sizlarni hurmat qilaman bolalar va Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yish esinglardan chiqmasin. Yo, mana do'stim, yaxshimisan? Ochatga tur. Yo'q, ochat emas, qanday? Men birinchi ochatni olib qo'yganman, zildan oldim. Qanday qilib bunday bo'lishi mumkin? To'g'ri, birinchi ochatni olganman do'stim. Do'stchilik bo'lyaptimi hali? Bo'lmasa men ketaman. Yo'q, shoshmang. Bu sizdan oldin kelganda просто ketib qoldi. Shunga. Yo'q, bo'lmasa uzr Shahis. Mayli, seni ham tushunsam bo'ladi. Okey, qani, u juda ham katta rahmat senga bu yo'lga nima desam bo'ladi, iqtisodiyotini ko'tarish uchun kelgansan. Yo'q, просто men pulimni oshirish uchun keldim. Nima bo'lsa ham. Ajoyib. Bular nima? Bularga teginma. Okey, ritsarga ham. Mayli. Bo'lmasa, o'sha juda ham ajoyib. Bo'lmasa men kirib chiqaveraymi? Albatta, o'zingga nima kerakli bo'lsa ol va nima desam bo'ladi, kassani oldiga qo'y. Okey, mayli. Bu qo'lingda nima? Bu ajoyib damlama. Mayli, okey bro. Okey, let's go. Bularni qayerdan olding bularni? Eski narsalar emasmi bular? Yo'q, bularning hammasi o'z xususiyatga ega, o'z nima desam bo'ladi, o'zining qobiliyatlari bor. Qanday qilib o'zining qobiliyati bo'lishi mumkin? Nima desam bo'ladi, shu ana o'qiganman. Yo'q, o'qigansan? Yo'q, o'qisayman. Tinchgina keta qolay, to'g'rimi qishloqlar? O'qiganman degani, omad keltiradi degani, to'g'rimi nimadir? Men bularga ishonmayman, lekin ko'rib chiqishim kerak. Sen meni do'stimsan, to'g'rimi? Mayli, u yoqmasa agar qilaver. Bolalar, bilmadim. Mayli, bo'lmasa let's go. Okey. Opa, yaxshi. Oy. Bolalar, buni qaranglar. Qiziq, bu nima? Men bu qovoq nima qilib beradi? Bittalikmi? Ha. Bu seni nima desam bo'ladi? Qo'riqlaydi, nima desam bo'ladi? Jinlardan. Bolalar, agarda stuldan o'zi eshitib ketgan bo'lsa, sorry guys. Nima? Qanaqa stul? Stul ovozi emas, mana buni ovozi eshitilyapti-yu, mana taxtalaring. Sal eskida. Mayli. Bu-chi bu? Bu sen xohlagan любой qo'shiqni aytib beradi. Mayli, okey. Bu kitoblarchi? Bu kitoblarni barchasini o'qib bo'lsang, sen o'zi hamma narsani bilasan. Ajoyib. Bu ko'zada nima bo'ladi? Ko'zani ichida xohlagan ichimligingni olsang bo'ladi. Ajoyib. Bu-chi? Bu даже metallni ham bittada parchalab tashlaydi. Yaxshi, bu oltin tangalarchi? Bu oltin tangalar o'ziga o'zi ko'payadi. Bo'lmasa shuni bu puling ko'paytirsang bo'ladi-yu. Yo'q, bu bo'lmaydi, yoqmaydi menga. Bu butilkachi? Nima desam bo'ladi? Bu butilkani o'zim ham bilmayman, lekin buni bir sehrli qobiliyati bor deb o'ylayman. Menimcha sehrli qobiliyati yo'q. Buni qara, bu oddiy bir bo'mishlarniki.
Nima bo'lgandayam. Mana bu o'rgimchakchi. Bu o'rgimchak mana tepasida knopka bor, ko'ryapsanmi? Aha, bossam nima bo'ladi? Bossang seni chaqadi va sen o'rgimchak odamga aylanasan. Degan mish-mishlar bilmadim, lekin bosmaganman men. Bossamchi? Mayli, ijtimoiy bo'lmagan aytmaymiz. Bu qabr toshchi. Bu qabr toshiga kimning ismini yozsang, o'sha vafot etadi. Ya, bu juda ham yomon ekan. Buni mashina olaman, okey? Bu $10,000. Oh my god, bu juda ham qimmat-ku. Nimalar deyapsan? Bo'lmasa mayli olaman. Bolalar nima uchun buni olyapsan deydiganlar bo'lsa, bola buni bu qishloqlar kallasi yo'q, bir-biridan qasos olish uchun ishlatishi mumkin. Bular esa bilmadim, bular oddiy, zarari yo'q. Mayli. 3 boshli qovoqchi. Bular 3 ta aka-ukalarning boshlari. Qanaqa qilyapsanmi? Bu oddiy qovoq-ku. Yo'q, qovoqqa aylantirilgan. Ajoyib. Bo'lmasa buni xususiyati nima? Bular senga qo'shiq kuylab beradi. Nima haqida? O'lim haqida. Oh my god, what the hey bola, what the hey guys. Okay guys, okay. Hop. What the hey mana nima? Men o'ylagan narsa bo'lmasin. Mana bu kurishga nima edi? Taxtali kurishganchida nima bu? Bu kelib qolgan, uzr, ichayotgandim men. Hey kalla. Mayli. Bu damlamachi. Bu damlamani sindirib olganman bittasi, lekin mana bu katta idishdagisi edi. Nima desam bo'ladi? Juda ham hamma narsani eritvoradigan kislota bor, faqat shishadan tashqari. Endi aytmoqchi edim, shishani eritvormaydimi deb. Eritvormaydi, ko'p gapirma. Okay, bu globuschi. Bu globus bizni parallel olamimizni xaritasi. Parallel olam nima deganing? Parallel olam yo'q deb bilaman men. Menimcha yo'q, to'ppa-to'g'ri. Yo'q, sen adashasan. Sen o'zi bilasanmi fizikani? Nima fizikani aloqasi bor? Aloqasi katta. Aloqasi katta bo'lsa nima mana bu yerningdan hol chiqqan? Qara Shahriz. Men seni do'stim deb chaqirganman, birinchi bo'lib chaqiryapman. Endi buni qara gapirgan gaplaringni. Sorry bro. Sizga sorry. Sizga sorry bo'lsa sorry-da. Mayli. Mayli bo'lmasa hozir pulni ber. Beraman hozir, sabr. Qaqa. Hozir 5 minut. Qara, lekin qo'rqmaysanmi? Seni ismingni hozir yozsam, sen o'lishing mumkin. Deb aytaymi? Ayt, qani? Qara. Yozma iltimos. Yozmayman, cho'chima. Kalla. O'zini miyasi yo'qda, do'stlar, bilmayman nimaga bunaqa. Mayli, bir maza qilib sayohat qilib yurgandim. O'zi qo'shni chaqirib qo'ygan. O'zim do'stim chaqirganligi uchun shu kelgandim. $10,000 вообще sharkada bolalar. Lekin bolalar kim bilsin, birorta yaqin do'stlarimning ismini yozib qo'ymasin deyman-da, bolalar shu uchun majburman shu pulni berishga. Mayli mana. Lekin boki yaxshi ish qilmading buncha qimmat sotib. Do'stim, juda ham katta rahmat senga. Mayli. Mana kiringlar endi, nima men bilan urushasan? Bola Shahriz tushunda, bola boshim ortma. Mayli, o'zing bilasan. Bola qarang, maza qilib bir aylanib yurgandim. Buni o'zi chaqirib olganini. Lekin qiziq, men buni ismlarini yozsam, kimlarni ismini yozsam ekan? Qiziq. Kimni ismini yozsam ekan? Kim? Bola. Sizlarga katta rahmat bolalar, yana bir bor 4,000 obunachi chiqib berganinglar uchun. Agarda qilmagan bo'lsanglar, qo'yinglar, agarda qilgan bo'lsanglar 5,000 obunachiga let's go bolalar. Sababi bolalar qani biz 10,000 ta bo'laylik, chunki Hoshim bizdan o'tib ketgan 10,000 ta bo'lib. 12,000 ta bo'lganmi, shuni adashmasam. Lekin bolalar biz o'tib ketamiz, chunki u video chiqargani yo'q, dangasalik qilyapti va balki o'qishlari bordir, bilmayman. Hoshim bilan umuman ishim yo'q, lekin bolalar let's go, like va podpiskadan bosib qo'yish esinglardan chiqmasin. Hop, nima ham derdik bolalar. To'xtab turinglarchi. Hop, telefonimga qarab ollaydi, soat necha bo'libdi? Men shaharga borishim kerak-da, shunga soatga qarab bordim. Mayli, ajoyib, lekin bu bilmadim, nima desam bo'ladi, bu nimalar sotadi? Uzr. Mayli. Manbachi,
good lucky potion. Iltimos, mana shuni olsam bo'ladimi, Pabratskiy? Sani isming yozmadim-ku. Mayli, ol. Okey. Voy, nima bo'ldi? Tinch ko'rishim kerak bo'ldi. Mana nima bo'lar ekan? Pulimni olding. Pulingni olib qo'y, menga pulimni olding deysan, Okey. Oh my god. Redmi navoz ishlatilishini bo'ldi, men iPhone navoz ishlatilsin. iPhone navoz ishlatilsin xabarga, Let's go, bro. Okey, hozir bolalar pulni uxlatib olamiz. Good lucky potion. Qani ichib hozir mardonlikka kiramiz. Yo'q, telefonini olaman. Ber, assalomu alaykum. Va taqillat ko'rsam bo'lmaydi, befarosat shaxs. Va, uzr. Bo'ldi, kiraver. Va, to'xtang, ber. Nima? Bitta iltimosim bor edi. Iltimos qabul qilinmaydi. Ozgina pul bering. Yo'q, pulim yo'q. Kama qilma, bo'lmish. Va, xo'p, mayli, uzr. Aytib kelma. Okay guys, ana endi hozir the good lucky potion ichib ko'ramiz. Qani mana chiq baba nima bo'lar ekan? Let's go. Voy. Abi. Bo'lmaykan-ku. Hey. Nimaga ichib bo'lmaydi men buni? Ichib bo'lmaydi, men otasan. Otgandan keyin nima bo'ladi? Sen o'zing maqsading uchun kerak bo'ladigan narsalar beradi. Maqsadim uchun kerak bo'ladigan narsa beradigan bo'lsa, okey. Opanya. Ana endi merdonligiga hujumga kiramiz, Let's go, guys. Opanya. Mer, yaxshilikcha gapga ko'nmadingiz, bilasizmi? Shaxs? Nimaga bunday kelding? Mer, to'g'risini aytsam, menga pul kerak, iltimos. Поддержка qilib tursangiz, sizga Pabratskiy maksimalni qaytarib berishga harakat qilaman. Qaytarib bera olmasam rozi bo'lasiz. Shaxs, to'g'ri, meni pullarim kam. Mer, meni ham to'g'ri tushuning. Siz menga kam pul berasiz, bir-ikki payt oyliklarimni bermaysiz ham. Shaxs, iltimos, unday qilma. Mer, men chalg'itib mana buni nima desam bo'ladi? Telefon qilmoqchi bo'ldingizmi? Siz adminga telefon qilmoqchi bo'ldingizmi? No. Siz menga hozir pul berasiz yoki afsus, siz bilan xayrlashamiz. Yangi mer keladi. Yo'q, bo'ldi, mana. Sadaqamdan olaver xohlaganingcha. Qarang, agarda adminni chaqirib menga shunday do'q bo'lsa qildi deydigan bo'lsangiz, mendan yaxshilik kutmang. Bu qani kelib qol. No, pul. Okey. Insof bilan olim. Okey, bro. Insof bilan olim, mer. Bo'ladimi? Mayli, ko'p bo'lmadimi? Yo'q, atiga juda kam izumrudlar olim, bilasiz, men juda ham insofli bo'laman. Bilsangiz. Bilasiz, Bilaman, mayli, iltimos menga tegma. Mayli. Nay. Telefon yo'q qo'raman. Nay. Bo'lam, qaranglar, ajoyib. Good lucky potion degani mana shu uchun ekanda, bo'lam. Ajoyib. Chiki baba, ana Foti Enofa. To'g'ri akadan salom bo'ldi. Opa, let's go guys, let's go. Nay. Mayli. Nima bo'lganda? Mayli bolalar, bugun sizlar bilan men yana shaxs bo'ldim. Kelasi video rolikgacha ko'rishguncha xayr bo'linglar. Mayli, sog' salomat bo'linglar. Mana nima deb yozsa ekan? Kommentariyada yozib qoldiringlar, bu yerga nima deb ism qo'yishdi.